ahantını anlığım yok. Nemişki ərlərinin ahantını iştidiganlar. Büyük kelişinin aldıdı apam bana. Töt xotunun içinde hemmeden çıraylı. Emmi yeşsen kündeşlerin sana ziyankeşlik kıp koymuşsun degendi. Oy, mani qo'yib, yaxsizlar. Oy! Sizlar o'zlarini kim jag'latganlar? Osh. Sizlar men mushu to'rt xotinning orasidagi hammadan chiroyligi, hammadan yeshi deb chaqlamlar o'zlarini. Voy shundoq bo'lmaychi. Oy, ishlarni qilsa. Oy, bo'ldi, qilinglar. Hey, men qaranglar. Aramızda kimning chechi uzun bo'lsa, qo'lini shu essin. Bo'ldi, talashmanglar. Mening imitadigan balam bo'lmagandikin, aranglarda hammadan chiroyli, yosh makama. Oshni mayli itay. Bo'ldi qilislar. Aramizda chiroyimiz qarab, kimning yosh, kimning qayerligini bilib bo'lmas. Faqat deminib turibsizlar. Hammadan chiroyli men bo'lgan ekan, men aytinaman. İşte hemmeler bir çak ütüyüp tırslar. Bu aşını men itime. Zuvanыңlarını çıkırdığım bu olsan lan deyip. To'xtanglar, kelinglar. Padişah ailelerinin bizni bu yerga avatishga muddao maqsadlarini unutib qoldingmi? Efendim, siz daha da nim qıp yürüydiganlar. Açla, padişah alileri, sizler qanday farman tushagan? Har qaysilari mana deb bersin-chi. Acha. Mana deb bersin-chi. Ondaqda sizlar biz tarafda turarlar. Shundaqmi? Har qaysilari uning adabini qanday bermoqchi? Ansirmizlar Leylaxon. Uni qo'rqitib qo'yamiz. Xotinlarning oldida po atanmaydigan, hamma xotinlarni hurmatlab turadigan qilib qo'yamiz. Shu? Şundak kılımız. Har qaysilari uning hargiz yamzaqlab yetkazib qo'yishmisizlar. O xili qoydi sunduq, yuvosh odam. Poychqa, natib etishqimroq yer bor shu. Ko'ngillarni to'xtasizlar. Uni qo'rqitib qo'yamiz, xolos. Qaraganda o kishi hozirgacha adabini yemaganda qilib turdi. Shundaqmi? Shundaq. Boshqa erlarimizmi-chi, uningdan ibrat oladigan bo'lsin. Biz erkakning xolisa ochig'ini chiqaradigan, xolisa urib, tanlaydigan, xolisa aldaydigan, xolisa elib, xolisa qo'yib etadigan shaxsiy mulkini biz. Oy, yo'g'an gapni qilavermay, bo'ldi qilinglar. Kim bizni ayol kishi bo'lsin debdiki? Ayol kishi bo'lgandikin ishimizni aytayli. Qani maoshni qanday aytamiz? Xo'sh? Voy efendim. Aranglardagi hammadan chiroyli, hammadan yosh bu oshni asson dedi-ku. Bizni haqoratlaganlik. Shuning uchun bu oshni atamiz. Bo'ldi. Bu oshni hech qasimiz yemaymiz. Oy. Ay, ben geldim. Da, girişine geldi. Hay.
efendim. Qaytib keldimi? Akasi men alay. Qaraganda sizlar bana ko'ndikanlar, ha? Almaxan. Sizlarni oranglarda men hammadan bak sizlarni yaxshi ko'raman, juma. Hammadan bak sizlarga ishonaman. Rahmat. Avtochilabchini ko'rdimi? Uni achchiq tashlab o'tamdim. Yaqay. Uni o'ngishtamdim. Yaqay. Demakchimanki, oranglarda talash tavsiq bo'lmasligi, hammaning atishib qolmasligi uchun o avtochilabchini har kuni kechda navbat bilan sizlarni ish oldiga qo'yinglar. Sizlar besh emasmi? Har kuni birinlab qo'ysanglar, u avtochilabcha 5 kunda bir oylik. Dushanba kuni bu yoqqa. Seshanba kuni bu yoqqa. Chorshanba kuni voy. Har kuni chorshanba bo'lsin. Deganlar bo'lsin. Payshanba kuni al. Juma kuni layli gudumga. Bildim. Sizlar ajab bu gap anglaydi juma, ha? Hozir men taloq chiqadigan ishim bor, ha? Kechga qaytib kelaman. Bu poloni obdan etib meni saqlab turinglar, ha? Bildim, tushundim. Alça, efendi boyasılıga nima dedi? Akaslar, men alay. Alça, sizlarga bu ma'lumotlar tazim yarashqandanlar. Tapaslar. Merkezle deb beray. Aşırı avtochilabchini peşimizdan uyga bir kunda oylik. Assalomu alaykum. Selimboy xo'ja. Efendim, qanday ahvollari? Qanday shamol tushib keldingmi? Ajidim chiqib. Qana. Ha, boz kerak bo'lganmidi? Shundoq. Hamma yana barqasa. Bag'dodniki Andijondan. Yo'q. Endi Bag'dod iqtisodiga aytgan saqtmanlamasda. Hey, ma'lumotdan yo'q. Mana, hamma juma. Selimboy, siz boshqalarni aldigan bilan meni aldayamaylar. Asa ishtirsan. Bosa. Kerak bo'lgan. Kelma. Tarqat. Mush olsun. Saçmalama oğlum. Tarqat yok benimki. Qanday sotalar? Her birisini al. 5 ahtan giden. Mana. Qasır. Selimboy xo'ja. Ha? Bak, yo'q ketdi-ku deyman. Göremiz qarab baqsa. Ketdi. Mana öyle qalsa. Mana. Bak, ishib ketdi. Baktı. Öldü olgan diken. Her birisi işkite gidin. Ya. Bir yerim tengerim var. Hem de bulmadı. Bir yerim tenge? Babayız. Bunday bo'lsa, hop. Siz bu saqtmanni boshqalar sotasiz. Benim. Bir yerinde besle. Bakın. Bir yerinde. Bir şeyden daha benim sonra fakat bulmaya otur. Azak tuzcuğa kustum ketmesem bulunca. Azak. Bir yerinde ben. Bir. Küs git. 2 3 4 5. Bir yerim tengede. Şimdi. Yürü küçükten lan. Yürü ben de. Razı olsun. Razı olsun. Hoş musun? Hoş musun Selimboy? Kaç. Vay efendim, maymak avtochilabchi dedim. Bu maymak ottu ne? Nima qildi kera? Bugundan boshlab bu maymak otdi. Har qaysilarning hujrasining oldiga navbat bilan qo'yilgan. Bu efendimdan nima qilindi?
Vay dütkenem, boşunun bilmedilimi. Erimizning hojiriga odishib kirib qolmaslik uchun topgan chorasi bu. Aslida bundaq ishganda Sizlar bu otning ishini ishkanlamasdan inshaalloh. Men chiqib osh yetay. Ay Almahan, to'xtaslar. Hozir men otning vazifasini kelishib olib, anandan keyin osh eslar. Bo'lamda. hey acılar kirala. Men şu otdan çarpıp Kim chora? Bular diken. Bola ekan. Shunday qilaylik. Shunda qilsa bo'ladimi? Sizning ko'ngillarda shu ishni bo'lgan ekan. Bo'lar shunday qilsa. Endi deganda qilaylik. Shunday qilaylik. Bo'pti. Oshda qilaylik, oshni hammamiz ham Jurumlar aytamiz. Kamar etaylik. Ay, çoğalam ekilim var.